Oramizda yangi kelin bo'lgan qizlar bormi? Bu retsept aynan siz uchun. Pazandaligingizni ko'rsatishingiz kerak, vaqtingiz juda ham kam. Buni esa 10 tashingiz orasida ham bemalol tayyorlab tashlaysiz. Retseptini men sizga qoldiraman. Assalomu alaykum. Ishimizni elangan un bilan sariyog'ni kroshka qilib olishdan boshlaymiz. Vanilin, razrexlitel va shakarni solib birov aralashtirib olamiz. Ketidan qaymoqni qo'shamiz va yumshoqqina elastik xamir qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirni teng ikkiga bo'lib, salofanga o'rab yarim soatga xona haroratida tindirish uchun olib qo'yamiz. Bu orada nachinkasi uchun suvsiz quruq tvorog, shakar, vanilin va kukuruz kraxmalini solib, bittada blenderlab olamiz yoki bo'lmasam vilkada ezib chiqsangiz ham bo'ladi. Tingan xamirni bittasini kattaroq 4 burchak qilib yoyib olamiz. Teng o'rtasidan kesib, har ikkalasini boshiga tvorogli nachinkadan yetkazib qo'yib olamiz. Ustma-ust o'raymiz. Yaltillab chiqishi uchun tuxum sarig'ini surtamiz va vilka bilan tirnab, xuddi shunaqa chiziq berib chiqamiz. Har bittasidan 10 ta donadan pechenyelar chiqadi. Oldindan qizib turgan 180 gradusli duxovkada 30 daqiqa davomida pishirib olamiz. Shunaqa yumshoq, mayingina bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar.